İbranilarga yozilgan xat. 1-bob. Qadimki zamonlarda Xudo ajdodlarimizga payg'ambarlar orqali har xil yo'llar bilan nurg'un qitim so'zlagan edi. Mushu oxirgi vaqtlarda bo'lsa, bizga o'z o'g'li orqali so'zladi. Xudo koinotni o'g'li orqali yaratdi va o'g'lini butkul mavjudotning mirosxo'ri qilib bekitdi. U otasi Xudoning ulug'ligidan porlagan nur, otasining tabiatining haqiqiy obrazidir. U o'z so'zining qudrati bilan butkul koinotning mavjudligini davomlashtirmoqda. U o'zini qurbon qilish badiliga insonlarning gunohlaridan poklanish yo'lini ichbagandan keyin arshdagi Xudoning o'ng yonida o'ltirdi. Demak, o'g'ilga berilgan martaba farishtalarnikidan ko'p ustun bo'lganidek, o'g'ilning o'zimi ulardan ko'p ustundir. Chunki muqaddas yozmalarda mundaq deyilgan: Sen mening o'g'limsan. Bugun men sening otang ekanligimni jakorladim. Bu so'zni Xudo har qanday bir pashtisiga degan emas. Shundaqla Xudo yana hech qanday bir farishta to'g'riliq men uningga ota bo'laman, umu menga o'g'il bo'ladi deganmi emas. Halbuki Xudo o'zining eng oliy huquqli birdan-bir o'g'lini yer yuziga avatganda butkul farishtalar uningga sajda qilsin degan. Xudo farishtalar haqida, Xudo xizmatkorlari bo'lgan o'z farishtalarini shamol ham o't yolqini qilar degan bo'lsa, o'g'liga sen Xudosan, taxting mangulikdir. Sen odillik bilan huquq yurgizsan. Haqqoniyatni so'yding, nohaqlikdan nafratlending. Shuning uchun Xudo sening egangning sana ato qilgan shon shuhrat va faxri shodligi hamrohlaringga ato qilganidan ko'p ziyodadir degan. Xudo o'g'liga yana mundaq degan: Ey Rab, sen hammadan burun zeminning asosini solding, osmonmu sening qo'llaringning ijodiyatidir. Ular yo'qlidi, lekin sen mangu yo'qolmaysan. Osmon zemin kiyim-kechakdek qo'nraydi. Ularni xuddi ko'ni chaponni yig'ishtirgandek turlab yig'ishtirasan. Kiyim-kechak yangushlangandek osmon zeminmu yangushlanadi. Lekin sen aslo o'zgarmaysan. Hayotlig'ing oxirlashmaydi. Xudo o'z o'g'liga degan bunu so'zni farishtalarning birarsiga deb baqqan emas. Men sening dushmanlaringni oyig'ing ostida dasatguncha mening o'ng yonimda o'ltirg'in. Shundoq ekan, butkul farishtalar faqat Xudoning xizmatkorlaridir. Ular qutqizilganlarga xizmat qilish uchun Xudo tarafidan avatilgan ruhlardir. 2-bob. Shunga haqiqatdan yiroqlashib ketmasligimiz uchun anglagan haqiqatda texmu ching turishimiz kerak. Farishtalar orqali Musa payg'ambarga yetkazilgan Tavrat qonunining haq ekanligi isbotlangan. Ham shu qonunga xiloflik qilganlar yoki itoat qilishga sal qarag'anlarning hammasi tegishli jazosini tatgan. Shundoq ekan,
shuncha ulug' qutqizilishga ko'z yumsaq, qandoqmi shu jazodan kechib qutulolaymiz? Qutqizilish xabarini dastlabda Rabbimiz uqtirgan. Uni bevosita ang'anlar bu qutqizilishning haqligi to'g'risida bizga guvohlik bergan. Xudo ko'rsatgan har xil mo'jiza, karomat va qudratlik ishlar shundoqla o'z irodasi bo'yicha e'tiqodchilarga muqaddas ruhning hazillarini ato qilish orqali buningga guvohlik berdi. Men davatqan kelgusi dunyoni Xudo farishtalarning boshqarishiga o'tkazib bergani yo'q. Bu haqda muqaddas yozmaning bir yerida mundoq guvohlik berilgan. Ey Xudo, odam nemiti, sen uningga shuncha g'amxo'rlik qilg'udek. Odam bolasi nemiti, sen uningga shuncha ko'ngil bo'lgudek. Garchi uni farishtalardan biroz tuvan qilgan bo'lsangmi, shon sharaf va hurmat tojini uningga kiydirib, barliq mavjudotlarni uningga tiz puktirding. Barliq mavjudotlarni uningga tiz puktirding degini, hech qanday narsa uning boshqarishning sirtida emas deganlikdir. Biroq barliq mavjudotlarning uningga tiz puktirilganini texi ko'midik. Lekin hozir biz o'zini qurbon qilish sababidan shon sharaf va hurmat toji kiydirilgan Ayso Masihni ko'rdik. U Xudoning mehr shafqati bilan butkul insonlarni deb bir mezgil farishtalardan to'van qilinib, o'limning ta'mini tedidi. Butkul mavjudotni o'zi uchun va o'zi orqali yaratgan Xudo nurg'un farzandlarni o'zining shon sharpidan bahramon qilish uchun ularni qutqizishga elib boruvchi Ayso Masihni azob oqibat orqali kamolatga yetkazishni muvofiq ko'rdi. İnsanlarni pok qiluvchi Ayso Masih bilan pok qilingan insonlar hammasi bir otidindir. Shuning uchun Ayso Masih ularni qarindosh deyishdan nomus qilmay, xuddi muqaddas yozmalarda yozilgandek Xudoga nomingni qarindoshlarimga jakarlayman. Jamoatchilik ichida seni qo'shoqqa ketib matilayman degan. U yana men sana ishoniman va qaranglar, mana men bu yerda Xudo menga ato qilgan farzandlar bilan billa degan. Farzandlarning teni go'sht bilan qonning gavdasi bo'g'ashqa, Ayso Masihmu shu farzandinikiga o'xshash gavdida bo'ldi. Bunda qilishdan maqsad u o'z o'limi orqali o'lim huquqini tutgan shaytonning kuchini bekor qilib, ömür bo'yi o'lim qo'rqinchining quli bo'lganlarning hammasini ozodlikqa erishtirish uchun edi. Nihoyatda ro'shanki, Ayso Masih farishtalarga emas, İbrahimning avlodlariga yordam berishga keldi. Shunga u har jihatdan qarindoshlarga o'xshash bo'lishi kerak edi. Shundoq bo'lganda, u Xudoning xizmatida rahimdil va sodiq bosh ruhoniy bo'lib, insonlarning gunohlarini Xudoning kechirishiga erishtiradigan qurbonlikni beralatdi. U sinoqlarni o'z beshidan kechirib, azob chekkashga, sinoqlarga duch kelganlarga yordam beralaydi. 3-bob. Shundoq ekan, ey menga o'xshash erishga chaqirilgan, Xudoga atalgan qarindoshlar, o'zimiz e'tirof qilgan Xudoning elchisi
ve baş ruhanisi bo'lgan İsa Mesih to'g'riliq o'ylanib ko'ringlar. Xuddi Musa payg'ambar Xudoning oilasida xizmat qilganda, Xudoga sodiq bo'lgandek, İsa Mesihmu o'zini tayinlab, xizmatga qo'ygan Xudoga sodiq bo'ldi. Lekin uy solg'uvchi o'zi solgan uydinmi ortiq maqtanishga sazovar bo'lganidek, İsa Mesihmu Musa payg'ambardan ortiq shon sharafga loyiqdir. Albatta, hamma uyning barpo qiluvchisi bordir. Bütün mavjudotning barpo qiluvchisi bo'lsa, Xudodir. Musa payg'ambar bir xizmatkor bo'lish salohiyati bilan Xudoning oilasida sodiqlik bilan xizmat qilgan. Uning xizmati bo'lsa, Xudoning keyingi vaqtlarda oshkorilmoqchi bo'lgan haqiqatlariga zemin hozirlashdan iborat edi. Lekin İsa Mesih bo'lsa, o'g'il bo'lish salohiyati bilan Xudoning oilasini sodiqlik bilan boshqurdi. Agar biz jasoratimizni va iftixorlanadigan umidimizni oxirgacha davomlashtirsak, Xudoning ashu oilasiga tava bo'lgan bo'lamiz. Shunga muqaddas yozmalarda muqaddas ruhning deginidek, bugun Xudoning ovozini anglag'ininglarda ajdodlaringlar Xudoga osiylik qilgan va cho'lda uni sinagan kunlardikidek johillik qilmanglar. Gerçi ajdodlaringlar qilganlarimni udda 40 yilgacha ko'rgan bo'lsa-mu, yanila mening sabr toqatimni sinagan edi. Shuning uchun u zamonning kishilariga g'azablandim va dedimki, ularning qalbi mendan yiroq. Mening yo'limni tushunmaydi. Shunga g'azablanganimda, qasam qilganimdek, ular oromligimdan hargizmi bahramon bo'lolmaydi. Ey qarindoshlar, har qaysinglar qalbinglarning yomon niyat va e'tiqodsizlikqa to'lib, mangu hayot Xudodan yuz o'rmasligiga diqqat qilinglar. Hech qaysinglarning qalbining gunohining ozdirishi bilan johillashmasligi uchun bugunla bo'ladigan bir-biringlarni rag'batlantiringlar. Dastlabdagi ishonchimizni bo'shashtirmay, oxirgacha davomlashtirsaqlar, İsa Mesih bilan billa hammadan o'rtaq bahramon bo'lamiz. Yuqorida aytilganidek, bugun Xudoning ovozini anglag'ininglarda ajdodlaringlar Xudoga osiylik qilgan kunlardagidek johillik qilmanglar. Xudoning ovozini anglab turib, uningga osiylik qilganlar kimlar edi? Musa payg'ambar g'albilik holda Misrdan elib chiqqan ashu Isroillarning hammasi emasmi? Xudo 40 yil kimlarga g'azablandi? Ya'nila shu gunoh o'tkazib, jasadlari cho'lda qolganlarga emasmi? Xudo kimlarni o'z oromligidan bahramon qilmaslikqa qasam qildi? Xudoga itoat qilmaganlarni emasmi? Bulardan ko'rib olaymizki, ular e'tiqodsiz bo'lganligi uchun Xudoning oromligidan bahramon bo'lolmadi. 4-bob. Biroq Xudoning oromligidan bahramon bo'lish to'g'risidagi va'dasi biz uchun inovatlikdir. Shunga oramizdagi birarsining tushib kelishidan ehtiyot qilayli. Xudoning oromligi haqidagi bu xush xabar xuddi cho'ldagi Isroillarga anlatilgandek bizlarga anlatildi. Lekin
ularning anglag'anlari e'tiqodi bilan yug'urilmaganlikdan ularga hech qanday foydasi bo'lmagan edi. Biz e'tiqodchilar bu aromlikdan bahramon bo'la olamiz. Lekin ishonmaganlarga kelsak, dal Xudoning aytganidek, shunga g'azablanganimda qasam qilganimdek, ular aromligimdan hargiz bahramon bo'la olmaydi. Xudo dunyoni yaratgandila hamma ishni tamomlagan edi. Chunki yaratilishning 7-kuni haqida muqaddas yozmalarning bir oyatida mundaq deyilgan: 7-kuni kelganda Xudo yaratish ishini tamomlab arom oldi. Demak, Xudoning aromligi allburun mavjud edi. Biroq yuqorida aytilgandek, Xudo ular aromligimdan hargiz bahramon bo'la olmaydi degan. Buningdan bilamizki, Xudoning aromligi to'g'risidagi bu xush xabarni avval anglaganlar Xudoga itoatsizlik qilganligi uchun aromlikdan bahramon bo'la olmadi. Lekin bu aromlikdan cho'qim bahramon bo'la oladiganlar bor. Shuning uchun Xudo ana shu aromlikdan bahramon bo'la oladiganlarni ko'zda tutib, uzoq vaqtdan keyin ma'lum bir kunni bugun deb bekitib, burun aytgan tuvandagi so'zlarni Davud podsho orqali Zaburda ya'ni aytgan: bugun Xudoning ovozini anglaganinglarda johillik qilmanglar. Agar Xudoning aromligi ajdodimiz Yashu Isroillarni Xudo berishga va'da qilgan Qanon zeminiga boshlab kirgandagi aromlik bo'lsidi, Xudo keyin yana aromlik haqida to'xtalib, bugun demagan bo'ladi. Qisqasi, Xudoning 7-kunidagi aromligi Xudoning o'z bandalarini kutib Xudoning aromligi kirguchilar xuddi Xudo dunyoni yoritish ishidan arom olgandek, o'zlarining ishlaridan arom oladi. Shunga Xudoga ana shu Isroillardek itoatsizlik qilib, yiqilib tushmasligimiz uchun har birimiz bu aromlikdan bahramon bo'lishga tirishayli. Xudoning so'zi hayoti kuchga ega bo'lgan unumlik so'zdir. U har qandoq qo'sh bisliq qilishdanmi ishtik bo'lib, jon bilan ruhni, yirik bilan bo'g'imlarni bir-biridan ayirib etalugidek o'tkirlik bilan kishilarning ko'ngliga kirib, ularning yoshirun orzu havas va o'y fikrlarini fosh qiladi. Xudodan yoshinalaydigan hech qandoq mavjudot yo'qdir. Biz hisob beradigan Xudo oldida hamma narsa ochiq oshkordir. Xudoning o'g'li Iso Masih bizning ashki chiqib ketgan ulug' bosh ruhoniyimiz bo'lg'ashqa, e'tirof qilgan e'tiqodimizda ching turayli. Chunki bizning bu bosh ruhoniyimiz ojizliklarimizga hesdoshlik qilmay qolmaydi. Umu bizga o'xshash har xil sinoqlarga duch kelgan, lekin gunoh sodir qilib boqmagandir. Shunga yuragimiz to'q holda mehr shafqatlik Xudoning taxtiga yaqinlashayli. Buning bilan Xudoning rahim shafqatiga erishib, ehtiyojlik vaqtimizda yordamga ega bo'la olamiz. 5-bob. Har qitimliq bosh ruhoniy kishilar orasidan tanlanib, o'z xalqiga vakolatan Xudoga xizmat qilishga tayinlanib, ularning
Xudoga atalgan hadiyelerini ve günahları için kılan kurbanlıklarını Xudoga sunudu. Ve Xudoning yo'lini bilmay, yo'ldan ketinganlarga muloyimlik bilan muomala qila oladi. Chunki uningmi nurg'un ojizliklari bor. Shuning uchun u xalqining gunohlari uchunla emas, o'z gunohlari uchunmi qurbonlik sunishi kerak. Hech bir kishi bosh ruhoniy martabasiga o'zlikdan erishalmaydi. Faqat Harunga o'xshash Xudo tarafidan chaqirilgandila bu martabaga erishalaydi. Xuddi shuningdek Ayso Masihmu bosh ruhoniy martabasiga o'zligidan erishgan emas. Balki Xudo uni tayinlab uningga "Sen mening o'g'limsan. Bugun men sening otang ekanligimni jakarladim" degan. Muqaddas yozmalarning yana bir yerida Xudo uningga "Sen Melkisedekqa o'xshash tartibda tayinlangan mangulik ruhoniysan" degan. Ayso Masih yer yuzidagi vaqtida o'zini o'limdan qutqizalaydigan Xudoning oldida qattiq yig'lab turib, ko'z yoshlari bilan duo tilovat qilgan. Uning ixlosmandligidan duolari Xudoga yetgan edi. Gerçi u Xudoning o'g'li bo'lsa-mu, azob chekish jarayonida itoatman bo'lishni o'rgandi. U mana mushundaq butunlay itoatman bo'lg'ashqa mukammal bosh ruhoniy bo'lish hodisidan chiqib, o'ziga itoat qiluvchilarning hammasi uchun mangulik qutqizilish manbasi bo'ldi. U Xudo tarafidan xuddi Melkisedekqa o'xshash tartibda bosh ruhoniy qilib jakarlandi. Bu haqda aytishga tegishlik nurg'un so'zlarim bor, lekin tushunay demay anglab qo'ysanglar, buni sizlarga tushuntirish tas. Gerçi sizlar olli burun ta'lim berguchi bo'lishga tegishlik bo'lsanglarmi, biroq amaliyotda sizlar yanila boshqalarning Xudoning so'z to'g'risidagi asosiy bilimlarni boshdan o'rgatishiga muhtojsizlar. Demak, sizlarga yemaklik emas, balki yanila sut kerak. Chunki faqat sutga tayinganlar bu vaqtdan farqsiz bo'lib, ularda haqqoniyat haqidagi ta'limlarni egilash tajribasi kamdir. Yemaklik bo'lsa, yetilganlar uchundir. Chunki ularning eng yetilish jarayonida yaxshi yomonni farq etishga ko'ngandir. 6-bob. Shuning uchun o'limga elib boradigan yomonliklardan yenish, Xudoga ishonish, cho'mildirishni qabul qilish, boshqalarga qo'l tekkizib duo qilish, tirildirish va mangulik hukm qatorliq ta'limlarga qayta asos solamiz deb o'ltirmayli. Ayso Masih to'g'risidagi bu xil boshlang'ich ta'limlarda to'xtab qolmay, yetilishga qarab mangayli. Xudo xolisa, biz shundoq qilamiz. Ba'zi odamlarni to'g'ri qildirib, qaytadan Xudo yo'liga boshlash mumkin emas. Chunki ular bir chog'larda Xudoning nuri bilan yoritilgan, Xudoning iltifotidan bahramon bo'lgan, muqaddas ruhga o'rtoq bo'lgan, Xudoning so'zining yaxshiligini va keladigan zamonda Xudo ayon qiladigan qudratlarni his qilgan bo'lsa-mu, vaholanki ular Xudodan voz kechdi. Xudoning o'g'lini rad qildi. Bu Xudoning o'g'lini Kristga qayta mixlagan hamda uningga dog' keltirgan bilan barobardir.
pat-pat yaqqan yağmurdan, terg'uchilarga foydali ziroatlarni o'stirib bergan yer Xudodan barakat oladi. Aksicha, tikan va qamg'oq o'stirgan yer foydasizligidan Xudoning la'natiga kelib, oxiri ko'ydirildi. Sizlarga kasam, qadrli qarindoshlar, garchi yuqorqi ishlarni tilga olgan bo'lsam-mu, ahvolinglarning buningda yaxshi ekanligiga va qutqizilishga ilib boradigan yo'lda menayotganlarga haqiqiy ishonaman. Xudo adolatsiz emasdir. U hargiz sizlarning uningga sungdirgan ajringlar va itqochlarga qilib kelayotgan xizmatinglar orqali ko'rsatgan mehr-muhabbatinglarni unutmaydi. Bütün ümidinglarning amalga oshishi uchun har biringlarning oxirgacha shunda g'ayrat qilishinglarni orzu qilamiz. Shundoq bo'lganda, qashanglardan bo'lmay, balki o'z e'tiqodi va savrchanligi bilan Xudoning va'dasiga erishganlarni ulgu qildiganlardan bo'lasizlar. Xudodan ustun turadigan hech kim bo'lmag'achqa, Xudo Ibrohimga va'da qilganda o'z nomi bilan qasam qilib mundoq dedi: "Sana cho'qim baxt ato qilib, nurg'un avlodlarni beraman." Shuning bilan Ibrohim sabr toqat bilan kutib, Xudoning va'dasiga erishdi. İnsanlar o'zlaridan ustun turadigan birini tilga elib, qasam qiladi. Qasam isbot hisoblanganligi uchun har xil talash-tortishlarga xotima beradi. Shuningdek, Xudo o'z va'dasiga erishadigan kishilarga o'z irodasining o'zgarmaydiganligini ochiq bildirish uchun va'da berganda qasam qildi. Xudoning bizga bergan va'dasi va qasmi hargiz o'zgarmaydi. Chunki Xudo yolg'on so'zlamaydi. Shunga Xudodan panohlanayotgan bizlar uning va'dasi va qasmidan ko'p ilhomga erishib, ko'z oldimizdagi umidda ishonch bilan ching tura olamiz. Bu umid hayotimizga nisbatan xuddi ching ilg'an kema langiridek mustahkam bo'lib, u bizni arshdagi ibodatxona pardasidan o'tib, eng muqaddas joyga kirishga yetaklaydi. Ayso Masih bizga yo'l echish uchun u yerga bizdan avval kirgan bo'lib, bizlar uchun Malksidga o'xshash tartibdagi mangulik bosh ruhoniy bo'ldi. Bosh ruhoniy 7-bob. Malkisidiq Solim shahrining podshoyi ham ulug' Xudoning ruhoniysi bo'lib, Ibrohim bir qancha podshohni yengib, jangdan qaytgan chog'da u Ibrohim bilan ko'rishgan va uningga baxt tilagan edi. İbrahimmi erishgan o'ljisining 1/10 ulushini uningga atgan edi. Malkisidiq degan ismning ma'nosi haqqoniyat podshoyi deganlikdir. U Solim shahrining podshoyi bo'lib, Solim podshoyi deganning ma'nosi omonlik podshoyi deganlikdir. Muqaddas yozmalarda uning ota-onasi, urug' avlodi, nasabi hamda uning hayotining boshlanishi va oxirlashishi to'g'risida biror xotira yo'qdir. U xuddi Xudoning o'g'lidek mangulik ruhoniydir. Malkisidiq nima degan ulug' odam ha? Hatto ajdodimiz İbrahimmi o'ljisining 1/10 uningga atgan. Laviyning avlodlaridan ruhoniy bo'lganlar Tavrat qonuni bo'yicha xalqdan,
ya'ni o'z qarindoshlaridan, ularning o'ziga o'xshash İbrahimning nasli bo'lishiga qaramay, topqinining 1/10 ulushini yig'ishi kerak edi. Lekin Malkisidiqqa kelsak, u Lavi qabilasidan bo'lmasimi? İbrahim erishgan o'ljining 1/10 ulushini qabul qilib, İbrahimga Xudoning va'dasiga ega bo'lgan bir odamga baxt tilagan. Shubsizki, baxt tilaguvchi baxtga erishguchidan ustundir. 1/10 ulushni yig'adigan Lavi ruhoniylar baribir o'ladiganlardandir. Biroq İbrahimdan 1/10 ulushni qabul qilgan Malkisidiq bo'lsa, muqaddas yozmalarda guvohlik berilgandek yanila hayotdir. Hatto mundaq deyishga bo'ladi-ki, 1/10 ulushni oladigan ruhoniy lavilarmu ajdodi İbrahim orqali Malkisidiqqa 1/10 ulushni bergan. Chunki Malkisidiq İbrahimni qarshi olganda lavilar texi tug'ilmagan bo'lsa-mu, ularni yanila ajdodi İbrahimning vujudida deb qarashqa bo'ladi. İsroil xalqiga tushirilgan Tavrat qonunidagi ruhoniylik tuzumi Lavi qabilasining ruhoniylari orqali yurgiziladi. Biroq agar Xudoning insonlarni gunohdan pok qilish maqsadi bu ruhoniylar orqali amalga oshgan bo'lsa, undaqda bu xil tuzum asosida tayinlangan Harundek tartibdagi emas, balki Malkisidiqdek tartibdagi yana bir ruhoniyning kelishining nima hojati bor edi? Ruhoniylik tartibi o'zgartirilgachga, uningga munosabatlik ruhoniylik tuzumi o'zgartirishga to'g'ri keladi. Bu aytilayotgan so'zlar dal Ayso Masihga qartilgan. U boshqa bir qabildan bo'lib, bu qabildan hech kim qurbonlik supsida xizmatda bo'lib boqmagan. Rabbimiz Aysoning Yahuda qabilasining ekanligi aniq. Musa payg'ambar ruhoniylar haqida to'xtalganda, bu qabila to'g'risida bir narsa demagan edi. Malkisidiqdek tartibdagi boshqa bir ruhoniyning maydonga kelishi, ruhoniylik tuzumining o'zgartirilganligini texmo aniqlashtirdi. Uning ruhoniylikqa tayinlanishi bo'lsa, putmas tugumas hayotlik qudratiga ega bo'lganligidan bo'lib, hargiz ruhoniy bo'lg'uchi Lavi qabilasiga tava bo'lish kerak degan tuzum bo'yicha bo'lmadi. Bu haqda muqaddas yozmalarda sen Malkisidiqqa o'xshash tartibda tayinlangan mangulik ruhoniysan deb guvohlik berilgan. Oldingi tuzum ojizligi va foydasizligi tufaylidan kuchidan qoldi. Chunki Tavrat qonuni hech kishini kamolatga yetkazolmadi. Shunga uning o'rniga bizni Xudoga yaqinlashtiradigan texmi yaxshi umid berildi. Uning ustiga bu umid Xudoning qasmi bilan kapolatga ega qilindi. İlgari o'tgan ruhoniylar Xudoning qasmisiz ruhoniy bo'lgan edi. Lekin Ayso Masih bo'lsa, Xudoning uningga Parvardigoring qasam qildi. U qasmidan hargiz yonmaydi. Sen mangulik ruhoniysan degan qasmi bilan ruhoniy bo'ldi. Demak, Ayso Masih texmu yaxshi bir ahdining kepili qilindi. Ya'ni kelib, ilgari o'tgan ko'p ruhoniylar o'lim tufaylidan vazifasini davomlashtirishga amalsiz qolg'ashqa, birining o'rniga yana biri chiqqan. Lekin Ayso Masih mangu hayot bo'lg'ashqa, uning ruhoniyligi mangulikdir. Shu sababdan
İsa Mesih özü orqaliq Xudoning oldiga kelganlarni uzil kesil qutqizishga qodirdir. U mangu hayot bo'lib, ular uchun Xudoga murojaat qiladi. İsa Mesih dal bizning hojatimizni chiqadigan bosh ruhoniydir. U muqaddas, ayibsiz, pok bo'lib, gunohkorlardan ayirib etilib, arishdagi eng yuqori o'ringa elib chiqildi. U ilgariki bosh ruhoniylardek har kuni oldi bilan o'z gunohlari uchun, keyin xalqning gunohlari uchun qurbonlik sunishga muhtoj emas. Chunki u o'zini qurbon qilganda insonlarning gunohlari uchun qilinadigan qurbonlikni bir yo'lila ado qildi. Tavrat qonuni ojiz bo'lgan insonni bosh ruhoniy qilib tayinlatdi. Lekin Tavrat qonunidan keyin Xudo qasam bilan qilgan aktisi orqali mangulik kamolatga yetkazilgan o'g'lini bosh ruhoniy qilib tayinladi. 8. bob. E'tiqodlarimning asosiy nuqtasi shuki, arishdiki ulug' Xudoning taxtining o'ng tarafida o'ltiradigan bir bosh ruhoniymiz bor. U eng muqaddas joyda, ya'ni inson emas, balki Parvardigorimiz Xudo qurgan haqiqiy ibodat chedirida xizmat qilmoqda. Har bir bosh ruhoniy Xudoga hadiya va qurbonliklar sunish uchun tayinlanadi. Shuning uchun bizning bosh ruhoniyimizmi Xudoga biror narsa sunishi kerak edi. Agar u yer yuzida bo'lsidi, hargiz ruhoniy bo'lmaydi. Chunki bu yerda Tavrat qonunining talabi bo'yicha Xudoga hadiya sungan ruhoniylar olli-birullar bordir. Bu ruhoniylar xizmat qiladigan ibodat chediri va unida qilingan xizmatlar faqatla arishdagi chedirning va uningda qilingan xizmatlarning ko'chirilma nusxasi va ko'langisidir. Darvaqa Musa payg'ambar dal ibodat chedirini qurmoqchi bo'layotganda Xudo uningga ularning hammasi men Sаңı tağda kösetken nusxı bo'yicha ehtiyot bilan yasalsın, deb ogohlantirgan. İsa Mesihga berilgan ruhoniylik vazifasi bo'lsa, boshqa ruhoniylarnikidan ko'p ustundir. Shuningdek, Xudo bilan insonlar orasida u orqali tuzilgan keyingi ahda dastlabki ahdidan ko'p ustundir. Chunki bu ahda texmu yaxshi va'dalar ustiga qurilgan. Agar dastlabki ahda nuqsonsiz bo'lsa edi, keyingisining hech qanday hojati bo'lmagan bo'ladi. Lekin Xudo o'z xalqini ayblab mundoq degan: Isroiliya va Yahudiya xalqlari bilan yangi bir ahd tuzadigan kunlar keladi. Bu ahda men ularning ajdodlarini Misrdan chiqarish uchun ularning qo'llarini tutib tuzgan ahdidak bo'lmaydi. Chunki ular ahdamga sodiq bo'lmadi. Shunga menmu ulardan nazrimni yutkidim. U kunlardan keyin Isroil xalqi bilan tuzgan ahdam mundoq: qonunlarimni ularning ahliga soliman, qalbiga putaman. Men ularning xudosi bo'laman. Ularmu mening xalqim bo'ladi. Hech kimning o'z yurdishiga, o'z qarindishiga Parvardigorni toninglar deb aql o'gitishning hojati qolmaydi. Chunki Gadoydin xongacha hammasi meni
tonuydu. Yamanlıklarını keçirmen, günahlarını ko'nglimda saqlamayman. Demek, Xudo bu aktini yangi deyish orqali burunqisining vaqti o'tganligini ko'rsatdi. Vaqti o'tgan, ko'nirgan narsa uzun o'tmay yo'qoladi. 9-bob. Koni akti davrida ibodat qoidalari va insonlar barpo qilgan ibodat joyi bor edi. Ibodat joyida bir chedir tikilgan bo'lib, uning muqaddas joy deb atalgan bo'limida chiroqdan, shira ustida bo'lsa, Xudoga hadiya qilingan nonlar bo'ladi. U yerdagi pardining kaynida eng muqaddas deb atalgan yana bir bo'lim bor edi. Oltin isiriqdan va butunlay oltin bilan qoplangan ahdi sanduqi u yerda edi. Sanduqning ichida oltindan yasalgan, manna silingan komzak, Harunning bixilgan hosisi va farzlar yozilgan 2 tosh taxti bor edi. Shon sharafli kerublar, mehr shafqat taxti deb atalgan sanduq og'zi ustiga o'rnatilgan bo'lib, qanotlari bilan uni yepib turadi. Endi men bularni texmu tafsili tushundirib o'ltirmayman. Hamma narsa mana shundoq o'rnashtirilgandan keyin ruhoniylar chedirning muqaddas joy deb atalgan bo'limiga doim kirib ibodat xizmatini qiladi. Biroq eng muqaddas joy deb atalgan 2 bo'limga faqat bosh ruhoniy yilda bir qitimla kiradi. Ruhoniy u yerga o'z gunohlari va xalqining nodonligi tufaylidan o'tkazgan gunohlari uchun atalgan qurbonlik qinini olmay kirmaydi. Bu ibodat xizmatlarining ilib berilishi bilan muqaddas ruh bizga shuni ko'rsatib berdiki, ibodat chediri shundoqla u vakillik qilgan ibodat xizmatlari borla bo'ladigan eng muqaddas joyga boradigan yo'l avom xalqqa hargiz ichilmaydi. Mana bular hozirgi zamon uchun bir tajriba saboqdir. Buningdan shuni ko'rishga bo'ladiki, Xudoga sunilgan hadiya va qurbonliklar ibodat qilguvchini pok vijdonliq qilolmaydi. Ular faqat halol va harom yemak ichmak va bo'yini suvga selish rasmiyatlari bilan munosabatlik bo'lib, Xudo yangi tartibni o'rnatguncha kuchga ega bo'lgan sizga ko'rinish jihatdagi qoida nizomlardir. Lekin Ayso Masih bo'lsa, go'zal ishlarni amalga oshirgan, bosh ruhoniy bo'lib, odam qo'li bilan yasalmagan, bu dunyoga mansub bo'lmagan, arishdiki texmu ulug' va texmu mukammal ibodat chedirga kirdi. U bu eng muqaddas joyga o'shga yoki mo'zaylarning qurbonlik qinini emas, balki o'zining qurbonlik qinini to'kish orqali birlik etim kirdi. Moshunda qilib, u insonlarning gunohlarini yuyib, insonlarni manguga ozod qildi. Koni ahdi davrida o'shga va buqlarning qini ham inaklarning kuli napoqlarning uchisiga sepilsa, ular sirti jihatda tozalanib pok bo'ladi. Undaqda Ayso Masihning qini-chu. U vijdonimizni o'limga elib boradigan qilmishlardan pok qilib, bizni mangu hayot Xudoga ibodat qilishga texmu yetaklamamdi. U Xudoning mangulik ruhi orqali o'zini kam kuchsiz qurbonlik sifatida
bizning gunohlarimiz uchun Xudoga otidigu. Shuning uchun Ayso Masih Xudo bilan insonlar o'tirsa tuzilgan yangi ahdining vositachisidir. U orqali Xudo tarafidan chaqirilganlar va'da qilingan mangulik mirosga erishalaydi. Chunki u ularni gunoh sodir qilish sabablik koni ahdi tarafidan bekitilgan mangulik o'limdan iborat jazodan qutqizish uchun o'ldi. Agar vasiyat qoldirilsa, vasiyat qoldirguchi o'lmaguncha vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. Chunki vasiyat faqat o'limdan keyin kuchga ega bo'ladi. Vasiyat qoldirguchi hayotli bo'lsa, vasiyatining hech qanday kuchi bo'lmaydi. Shuning uchun dastlabki ahdimi qon iqtilgandila, ondan kuchga ega bo'lgan. Musa payg'ambar Tavrat qonunining har bir amrini butun xalqqa uqtirgandan keyin mo'zay va o'shkilarning suvi aralashtirilgan qinini qizil yung yipti bog'langan majangul bilan qonun dasturiga va butun xalqqa sapdi. Ondan u bu qon ahda qinidir. U Xudo amal qilishinglarga amr qilgan ahdini kuchga ega qiladi, dedi. U yana ibodat chedirga va chedirda qurbonlik qilishga ishlatiladigan butkul saymonlarning ustiga qon sepdi. Darvaqa, Tavrat qonuni bo'yicha hamma narsa degudek qon bilan poklanadi. Qurbonlik qini to'kilmay, gunohlar kechirim qilinmaydi. Shu sababdan arishtikiga taxlit qilib yasalgan bu narsalar mushu usul bilan poklanishi kerak edi. Biroq arishtiki narsalar bo'lsa, bulardan ko'p yaxshi qurbonliklar bilan poklanishi kerak. Shunga Ayso Masih Xudoning huzurida bo'lib, bizga vakillik qilish uchun arishtiki ibodat joyiga taxlit qilingan, odam qo'li bilan yasalgan muqaddas joyga emas, balki arishning o'ziga kirdi. U Yahudilarning bosh ruhoniysidek yilmi-yil qurbonlik qilingan hayvonlarning qinini elib, eng muqaddas joyga qayta kirgini yo'q. Agar shundoq qilishning zarurati bo'lgan bo'lsa, dunyo yaratilgandan beri Ayso Masihning qayta azob chekib qurbon bo'lishiga to'g'ri keladi. Lekin Ayso Masih mana bu oxir zamonda insonlarni gunohdan ozod qilish uchun bir yo'lila o'tirg'i chiqib, o'zini qurbon qildi. Hamma odamning bir qitim o'lishi va o'lgandan keyin so'roqqa tortilishi bekitilgan. Shuningdek, Ayso Masihmu nurg'un kishilarning gunohlarini o'z ustiga elish uchun bir qitim qurbon bo'ldi. U qaytib kelganda insonlarning gunohlarining badiliga qurbon bo'lish uchun emas, balki o'zini kutganlarni uzil-kesil qutqizish uchun keladi. Qutqizish uchun 10-bob. Tavrat qonuni Ayso Masih kelgusida elib keladigan go'zal ishlarning o'z aynini emas, balki uning ko'langisini suratlab beradi. Shu sababdan Tavrat qonuni o'ziga amal qilib, yilmi-yil o'xshash qurbonliklarni atash orqali Xudoga ibodat qiladigan odamlarni hargizmu gunohlardan pok qila olmaydi. Agar pok qila olgan bo'lsa, qurbonlik qilish oxirlashadi-da, ibodat qilguvchilarmu gunohlardan biroqla poklanib, vijdoni
yana o'z gunohlari tufaylidan azoblanmaydi. Halbuki u qurbonliqlar ularga o'z gunohlarini har yili eslatib turdi. Chunki buqa va o'shkilarning qini insonlarni gunohdan hargiz pok qilolmaydi. Shuning uchun Ayso Masih dunyoga kelganda mundoq degan: insonlardan qurbonlik va hadiyalarni talab qilmadim, lekin men uchun bir tan hozirladim. Ko'ydirma qurbonlik va gunoh uchun sunilgan boshqa qurbonliklardanmi xursand bo'lmadim. Shunga dedimki, hey Xudo, sening qonun dasturingda men to'g'riliq yozilganidek, sening irodangni ishga oshirish uchun keldim. Ayso Masih oldi bilan Xudoga qurbonlik va hadiyalarni talab qilmading. Ko'ydirma qurbonlik va gunoh uchun sunilgan boshqa qurbonliklardanmi xursand bo'lmading degan. Bu qurbonliklar Tavrat qonunining talabi bo'yicha qilinsin-mu? U yanila shundoq degan. Ondan keyin yana sening irodangni ishga oshirish uchun keldim degan. Demak, Xudo keyingi qurbonlikni kuchga ega qilish uchun burunqi qurbonlik qilish qoidasini amaldan qoldirdi. Xudoning bu irodasi bo'yicha Ayso Masihning o'z tinining bir yo'lila qurbon qilinishi orqali biz gunohdan poklanib Xudoga ataldik. Ruhoniylar har kuni qurbonlik supisi oldida turib, ibodat xizmatini qilish uchun gunohlarni yuyolmaydigan o'xshash xildagi qurbonliklarni Xudoga qayta sunudi. Biroq bizning ruhoniymiz bo'lsa, o'zini qurbon qilish bilan gunohlarni yuydigan birli qitimliq, mangu inovatlik qurbonlikni Xudoga sundi. Ondan u Xudoning o'ng yenida o'ltirib, dushmanlarining o'z oyig'i ostida tiz puturilishini kutmoqda. U mushu bir qurbonlik bilan o'zini Xudoga otgan kishilarni Xudoning oldida mangu mukammal qildi. Muqaddas yozmalarda xotirlangandek, muqaddas ruhmu bu haqda bizga guvohlik berdi. U avval mundoq deydi: u kunlardan keyin ular bilan tuzdigan ahdam mundoq: qonunlarimni ularning qalbiga soliman, ahliga quyiman. Ondan yana mundoq deydi: ularning gunohi va yomonliklarini ko'nglimda qayta saqlamayman. Shunga gunohlar kechirim qilingan ekan, yana gunohlar uchun qurbonlik qilishning hojati qolmaydi. Shuning uchun ey qarindoshlar, Ayso Masihning qurbonligini orqali erishdiki eng muqaddas joyga yuragimiz to'q holda kiralaymiz. Chunki Ayso Masih o'z tinining qurbon bo'lishi orqali erishdiki ibodatxona pardasidan o'tib, bizdan avval u yerga kirgan bo'lib, u hayotlikqa yetaklaydigan yangi bir yo'lni bizga ichib berdi. Xudoning oilasiga, ya'ni e'tiqodchilar jamoatchiligiga mas'ul bir bosh ruhoniymiz bo'lgan ekan, mustahkam ishonch va samimiy qalb bilan Xudoga yaqinlashayli. Chunki dillarimiz Ayso Masihning qinining sepilishi bilan vijdon azobidan xalos bo'lgan va badanimiz pokiz suv bilan yulg'andek
paqlanğan. Başqalar oldida e'tirof qilgan umidimizda ikkilanmay ching turayli. Chunki va'da berguvchi Xudo ishonchlidir. Mehr muhabbat ko'rsatish va yaxshi ish qilish uchun bir-birimizni qanday rag'batlantirishni o'ylaydi. Ba'zilarda e'tiqodchilar jamoatchilikda jam bo'lish va Xudoga ibodat qilishdan bosh tortmayli. Aksicha doim jam bo'lib, bir-birimizni ilhomlantirayli. Bo'libmi? Ayso Masihning qaytib keldigan kunining oz qolganligini bilgan ekanmiz. Texmi shundoq qilayli. Haqiqatni to'nib turib, yanila qasdan gunoh o'tkaziversak, u chaqda gunohlar uchun suniladigan boshqa bir qurbonlik yo'qdir. Bizga qoldig'ini faqat so'roq va Xudo bilan qarshilashganlarni o'rtab tutadigan yolqinliq o'tni qo'rqinish ichida kutishdir. Tavrat qonuniga xiloflik qilgan kishi 2 yoki 3 guvohchining isboti bo'lsa, kengchilik qilinmay o'ldiriladi. Undaqda bir kishi Xudoning o'g'lini dafsanda qilsa, Xudoning ahdisini kuchga ega qilgan va o'zini poklangan qonga sal qarisa, o'ziga shafqat qilgan muqaddas ruhni haqorat qilsa, texmu eg'ir jazoga loyiq bo'lmamdi. Chunki Tavratda intiqom mening, jazosini o'zim beraman va Parvardigor o'z xalqini so'roqqa tortidi deguvchining Xudo ekanligini bilamiz. Mangu hayot Xudo tarafidan jazoga tortilish nima degan qo'rqinchliq, ha? Xudo qalbinglarni yo'ritgan ashu kunlarni esinglarda tutinglar. Shu vaqtlarda azob oqibatlik kurashlarga bardoshlik berib, e'tiqodinglarda ching turdinglar. Ba'zida xalqi olam oldida haqorat va qarinishlarga uchradinglar. Ba'zida o'zinglarga o'xshash muomalaga uchraganlar tarafda turdinglar. Mahbus e'tiqodchilarning dardiga o'rtoq bo'ldinglar. Mol mulkinglar bulangandimi? Kelgusida texmi go'zal, boqiy boylikqa ega bo'lganliginglarni bilgachga xushallik bilan qabul qildinglar. Shuning uchun jasoratinglarni yo'qotmanglar. Bu jasoratning inomi intayin zo'rdir. Xudoning irodasi bo'yicha ish qilib, uning va'da qilganlariga muyassar bo'lish uchun sabr qilishinglarga to'g'ri keladi. Chunki muqaddas yozimlarda Xudo mundaq degan: kelguvchi pot yaqinda keladi, kechikmaydi. Men haqqoni degan odam e'tiqodi bilan yashaydi. Agar u e'tiqodidan yonsa, uningdan xursand bo'lmayman. Biroq biz e'tiqoddan yenib halok bo'lganlardan emas, balki e'tiqod qilib qutqizilishga erishdiganlardandirmiz. 11-bob. E'tiqod Xudoning va'dasiga bog'langan umidning amalga oshadiganligiga bo'lgan ishonch. Ko'rinmaydigan mavjudlikqa bo'lgan qoyillikdir. Ajdodlarimiz mana mushundaq e'tiqod bilan Xudoning maqtishiga sazovar bo'lgan. Biz e'tiqod orqali koinotning Xudoning amri bilan yaratilganligini, biz ko'ralaydigan mavjudotlarning ko'rgili bo'ldigandan barpo bo'lmaganligini tushunalaymiz. Hobilning Qobilnikidanmi yaxshi bir qurbonlikni Xudoga otishi e'tiqodiy vajidan bo'ldi. Hobilning e'tiqodi vajidan
Xudo uni haqqoniy odam deb jakarladi va uning otg'onlarini qabul qildi. Hobil, garchi o'lgan bo'lsa-mu, e'tiqodi bilan yanila bizga so'zlayotgandek tumoqda. E'tiqodi vajidin Hanuh o'lmay turibla arshga ko'tarildi. Hech kim uni topolmadi. Chunki Xudo uni o'z yiniga elib ketgan edi. Arshga ko'tarilishdan ilgari uning Xudoni xursand qilgan odam ekanligi jakarlangan edi. Demak, e'tiqod bo'lmay turib, Xudoni xursand qilish mumkin emas. Chunki Xudoning oldiga keldigan kishi uning bor ekanligiga va uni izlaganlarga izlash ajrini qaytaradiganligiga ishonishi kerak. E'tiqodi vajidin Nuh payg'ambar texi ko'rilib boqmagan vaqalar haqida Xudo tarafidan ogohlantirilganda, Xudoning so'ziga itoat qilib, butun oilasidagilarni qutqizish uchun bir kema yosidi. Hamda e'tiqodi orqali dunyodagi odamlarning qilmishlarining jazolanishga loyiq ekanligini ko'rsatib berdi. E'tiqodi vajidin u Xudo tarafidan haqqoniy odam deb jakarlandi. E'tiqodi vajidin Ibrohim Xudo uningga bermoqchi bo'lgan zaminga chaqirilganda, u Xudoga itoat qilib, qayerga bordiganligini bilmay turib yo'lga chiqdi. U va'da qilingan joyga berib, bu yoqqa yurtda chedirlarda turib, e'tiqodi bilan yoshidi. Xudoning Ibrohimga qilgan va'dasining rasxo'lari bo'lgan Ishoq va Yoqublarmu shundoq chedirlarda turdi. İbrahimning shundoq qilishidagi sabab u Xudo tarafidan loyihalanib silingan, uli mustahkam, mangulik shaharni kutgan edi. Garchi İbrahim yoshinib qolgan, ayoli Sora bo'lsa tug'ut yishini o'tgan bo'lsa-mu, İbrahimning e'tiqodi vajidin Xudo uningga farzand ko'rish sharifini ato qildi. U o'ziga va'da qilgan Xudoning ishonchli ekanligini bilatdi. Buning bilan bir odamdan, bo'libmi, yeshi bir yerga berib qolgan odamdan, osmondagi yulduzlardek ko'p va dengiz sohilidagi qumdek sonsiz avlodlar borliqqa keldi. E'tiqodi bor bu kishilar Xudo va'da qilganlarga muyassar bo'lmay turibla olamdan o'tdi. Biroq ular hayot vaqtida e'tiqodi bilan Iroqni ko'rib, bu va'dalarning kelgusida amalga eshishini xursandlik bilan kutgan va o'zining yer yuzida yoqi yurtliq va musofir ekanligini e'tirof qilishgan edi. Ularning bundoq e'tirof qilishi o'zlari tava bo'lgan makonga tashno bo'layotganligini ifodalaganlikdir. Ular o'z yurtini sig'ingan bo'lsa, qaytib ketish fursati bo'lgan bo'ladi. Lekin ular texmu yaxshisiga, ya'ni arshdagi makoniga talpindi. Shuning uchun Xudo ularning xudosi deb atilishdan nomus qilmaydi. Xudoning arshda ular uchun bir shahar hozirlanganining o'zi buning isbotidir. İbrahim Xudo tarafidan sinalganida e'tiqodi vajidin o'g'li Ishoqni qurbonlik sifatida Xudoga otidi. Garchi Xudo uningga "Men sana va'da qilgan avlodlaring Ishoqdan kelib chiqidi" degan bo'lsa-mu, u yanila birdan bir o'g'lini qurbon qilishga tayyor edi. İbrahim Ishoq o'lgan taqdirdimi, Xudoning uni tirildiroladiganligiga ishondi. Mundaqcha aytganda, İbrahimga nisbatan Xudo Ishoqni
o'limdan tirildirib, qaytirib berdi. E'tiqodi vajidin Ishoq o'g'illari Yoqub bilan Asovning kelgusi uchun xayrlik duo qildi. E'tiqodi vajidin Yoqub olamdan o'tish oldida Yusufning ikki o'g'li uchun xayrlik duo qilib, hossisiga toyinib turib Xudoga sajda qildi. E'tiqodi vajidin Yusuf sakratga tushib qolganda İsraillarning Misrdan chiqib ketadiganligini oldin aytdi. Hamda ketishida o'zining ustixonlarini ilib ketishni topildi. E'tiqodi vajidin Musa payg'ambar tug'ilganda uning ota-onasi uni 3 oy yoshirdi. Chunki ular Musaning odatdagi bola emas ekanligini ko'rdi. Podshohning farmonidanmi qo'rqmadi. E'tiqodi vajidin Musa payg'ambar cho'ng bo'lgandan keyin Misr podshohining qizining o'g'li bo'lish salohiyatini rad qildi. U gunohlik ishlarni qilishdan keladigan vaqtda xushallikdan bahramon bo'lishning o'rniga Xudoning xalqi bilan billa azob chekishni tanladi. U Xudo avatishga va'da qilgan qutqizg'uchi Masih uchun xorlanishni Misrning g'aznisidagi boyliqqa ega bo'lishdanmi afzal bildi. Chunki u arishdiki inomni kutib atadi. E'tiqodi vajidin u Misrdan ayrildi. Chunki u ko'zga ko'rinmaydigan Xudoni ko'rib turgandek uningga ishinib, podshohning g'azabidanmi qo'rqmay o'z yo'liga mengivadi. E'tiqodi vajidin u Xudoning amri bo'yicha Isroillarga o'tib ketish kechisining tomig'ini tayyorlash va bo'g'izlangan qurbonliqlarning qinini ishik keshaklariga surkashni buyurdi. Uning bunday qilishi jon olg'uchi farishtaning Isroillarning tunji tug'ilganlariga tegmasligi uchun edi. E'tiqodi vajidin Isroillar Qizil dengizning quruqlikda mangandek mengib o'tdi. Biroq ularni qo'g'lab kelgan Misrliklar ushbu dengizdan o'tmoqchi bo'lganda suv ularni g'arq qildi. E'tiqodi vajidin Isroillar 7 kun Erixo shahar sepilini aylangandan keyin sepil o'rildi. E'tiqodi vajidin poyishi ayol Rahob Isroil chorlug'uchilarini do'stlarcha kutib olg'ashqa Xudoga itoat qilmagan o'z shahardagilar bilan birlikda o'ltirilmadi. Yana nemiday? Gidon, Barak, Shimshon, Yiftah, Davud, Samuil va boshqa payg'ambarlar to'g'risida aytib kelsam, vaqt yetmaydi. Ular e'tiqodi bilan atrofidagi davlatlarni bo'ysundirdi. Odillik bilan davlat boshqurdi. Xudo va'da qilganlarga erishdi. Shirlar ustidan g'olib keldi. Dahshatli o'tni o'chirdi. Qilishdan qechib qutuldi. Ojizlikdan kuchaydi. Janglarda botirlik ko'rsatdi. Dushman qo'shinlarini mag'lub qildi. E'tiqodi vajidin ba'zi ayollar o'lib ketgan urug' tuqqanlarini o'limdan qaytirib oldi. Ba'zi kishilar bo'lsa, kelgusida o'limdan tirilib, texmi yaxshi bir hayotlikqa erishish uchun iskanjalarga bardoshlik berib, o'lishga rozi bo'ldiki, e'tiqodidan voz kechib, zindondan ozod bo'lishni xohlamadi. Ya'ni ba'zilar masxaralarga uchrab qamchilandi. Ba'zilar hatto kishanlanib zindonga tashlandi. Chalma kesak qilib o'ltirildi. Har bilan harilinib parchalandi. Qilishlanib o'ltirildi. Qo'y o'shki terilarini yepinchi qilgan holda sarson bo'lib yurdi. Namratlikda yashidi. Ziyonkashliklarga uchirdi. Xo'rlandi. Cho'llarda
ve tağlarda sergandan bulup, önkürlerde ve gemilerde yoşunlup yürdi. Ula bu dünyaga zoyi ketken idi. Ularning hammasi e'tiqodi bilan Xudoni xursand qilgan bo'lsa-mu, ularning ichida birarsimu hayot vaqtida Xudo va'da qilganlarning hammasiga to'liq erishgani yo'q. Chunki Xudoning texmi yaxshi bir plani bo'yicha bizmi Xudo tarafidan kamolatga yetkazadiganlarning ichida bo'lg'ashqa, ular biz bilan billa Xudoning kamolatga yetkazish va'dasiga erishidi. Hadisiga erishidi. Hadis 12-bob. Bizga e'tiqod bilan yashashning nima ekanligini ko'rsatgan ashu kishilar xuddi guvohchilardek atrofimizda bo'lgan ekan, bizga to'sqinlik qiladigan har xil ishlardan va bizni chirmavagan gunohlardan qo'l uzib, oldimizdagi musofirni chidamlik bilan besib o'tayli. Ko'zimiz e'tiqodimizning asoschisi va mukammallashtiruvchisi bo'lgan Ayso Masihda bo'lsin. U o'zini kutgan xushallik uchun kristdagi azobga bardoshlik berdi ham bundaq haqoratli o'tirishga pisand qilmadi. Shuningdan buyon u Xudoning taxtining o'ng tarafida o'tirmoqda. Ro'yinglar tushib, jasoratinglarni yo'qotmasliklar uchun Ayso Masihning gunohkorlarning shuncha xo'rlashlarga qandoq bardoshlik berganligini o'ylab ko'ringlar. Gunohga qarshi kurashinglarda texi qon oqquzish darajasiga berib yetmadinglar. Xudoning sizlarni o'z farzandlarim deb ilhomlantiradigan muqaddas yozmalardagi bunu so'zlarini unutdinglarmi? Farzandim, Parvardigorning tarbiyasiga sal qarama, ayetlishidan ruhsizlanma, chunki Parvardigor so'yganlariga tarbiya berdi. Farzandim deb qabul qilganlarni chiviqlaydi. Azob chekninglarni Xudoning tarbiyasi deb bilib, uningga bardoshlik beringlar. Chunki sening tarbiya erishinglarning o'zi Xudoning sizlarni farzandim deb muomala qildiganligini ko'rsatdi. Qaysi farzand otasi tarafidan tarbiyalanmasin? Shuning uchun Xudoning farzandlarining hammasi Xudo tarafidan tarbiyalandi. Agar Xudoning farzandlari oladigan tarbiyadan mahrum bo'lsanglar, haqiqiy farzandga emas, balki ota tarbiyasi ko'magan haromdan bo'lgan farzandga o'xshab qolasizlar. Yer yuzidagi otamizning tarbiyasini qabul qilib, ularni hurmatlab keldik. Shundoq ekan, arishdagi otamizga texmu itoat qilib yashashimiz kerak emasmi? Yer yuzidagi otimiz bizni faqat o'zi muvofiq ko'rgan yo'l bo'yicha vaqtliq tarbiyalaydi. Lekin Xudoning tarbiyasi hamisha bizning foydamiz uchundir. U bizni o'z pokligidan bahramon qilish uchun tarbiyalaydi. Qattiq tarbiya bilan tuzitilgan odam tuzitish berilgan vaqtning o'zida xushal bo'lmaydi. Ko'ngli buziladi. Biroq keyin u bundaq tutish bilan tovlanib, omonlik va haqqoniylik yo'lida mangidi. Shuning uchun talgan qo'linglarga madad berib, pukilgan tizinglarni ruslanglar. Sizlarga agashgan oqsoqlarning yiqilib tushmasligi uchun mangan yo'linglar tuz bo'lsin. Buning bilan sizlar ularning shifo tepishiga yordam beralaysizlar. Kishilar bilan inoq o'tishga va pok yashashga tirishinglar.
Chunki pok yashamagan kishi Rabga yaqinlasholmaydi. Diqqat qilinglarki, hech kim Xudoning mehr shafqatidan mahrum qolmasin. Sizlarga ziyon yetkazadigan va ko'pchilikni zaharlaydigan adovatning giyohi oranglarda yiltiz tatmasin. Hech kim jinsi axloqsizlik qilmasin yoki tunji o'g'illik miros huquqini bir vaqt tomoqqa sotgan asovga o'xshash Xudoga behurmatlik qilmasin. Sizlarga ma'lumki, Asov keyin otasining xayrlik duosini elishni o'ylasimu rad qilindi. U pushaymon qilib, duo elish uchun hatto ko'z yoshlarini eqitib yolg'on bo'lsa-mu kechikkan edi. Sizlar Isroillar Tavrat qonunini qabul qilgan, qo'l bilan tutqili bo'ladigan, yolqinlab o't yenib turayotgan hamda qora bulut, qorong'uliq, qora bo'ron qoplagan Sinay teg'iga kelmadinglar. U joyda chaqiriq qonining sadosi bilan so'zlagan ovozni anglaganlar. Bundoq so'zlar endi bizga aytilmaskan deb Xudoga yolg'irgan edi. Chunki agar bu toqqa hatto biror hayvon yaqin kelsa-mu, cholni kesak qilib o'ltirilsin degan amr ularga nihoyat ig'ir kelgan edi. U ko'rinish shundoq qo'rqinchli ediki, hatto Muso payg'ambarmu bak qo'rqib titrab ketdim degan edi. Sizlar Sion teg'iga, ya'ni mangu hayot Xudoga ta'alluq arishdiki Yerusalimga keldinglar. U hech marika xushalligiga cho'mgan, 10 minglagan farishtalar yig'ilgan, ismlari arshda yozilgan, tunchi tug'ilganlar jam bo'ladigan, butun insonlarning so'roqchisi Xudo bor bo'lgan, kamolatga yetkazilgan haqqoniy kishilarning ruhlari mavjud bo'lgan, yangi ahdning vositasi Ayso Masih ham uning sepilgan qini bo'lgan joydir. Bu sepilgan qon Habilning qinidek intiqom deb ho'kirab yig'lashning o'rniga gunohlarni kechirdim deb kapolat berdi. Sizlarga bularni aytgan Xudodan yuz o'rmaslikka diqqat qilinglar. Chunki bu olamda o'zlarini ogohlantiruvchi Muso payg'ambarni rad qilgan Isroillar bundoq qilishning jazosidan qutulolmagan yerda erishdiki, bizni ogohlantiruvchini rad qilsak, u jazodan biz qandoq qutulaymiz? Xudo Sinay teg'idan so'zlaganda uning ovozi zaminni zilzilaga keltirgan edi. Lekin endi u yana bir qitim zaminni emas, osmonni zilzilaga keltirman deb va'da qildi. Yani bir qitim degan bu so'z zilzilaga keltirganlarning, ya'ni yoritilgan narsalarning zilzila bilan yo'qotilib, zilzilaga keltirilmaydiganlarning mangu saqlanishidan iborat ma'nini bildiradi. Shuning uchun zilzilaga keltirilmaydigan bir podshohlikqa muyassar bo'lganimizdan minnatdor bo'lib, Xudoni xursand qiladigan hurmat ve eğimniş bilen Xudoga ibadet qilayli. Chunki Xudoyimiz hammani halok qilalaydigan o'tqa o'xshaydi. O'tqa o'xshaydi. 13-bob. Bir-biringlarga hamisha qarindoshlarcha mehr muhabbat ko'rstinglar. Notonish kishilarga mehmondo'st bo'lishni unutmanglar. Chunki ba'zilar mehmondo'stlik bilan bilmasdan farishtalarni mehmon qilgan. Zindonga tashlangan itqochlarni ular bilan billa zindonda turgandek yod etib yordam qilinglar. Xo'rlanganlarni xuddi o'zinglarmi xo'rlangandek his qilib yod etib turinglar. Hamma odam
nikohga hurmat qilsin. Er-xotin bir-biriga sodiq bo'lsin. Chunki Xudo nikohsiz jinsiy munosabatda bo'lganlar va jo'rsig'i sodiq bo'lmaganlardan hisob oladi. O'zinglarni mol dunyoga urmanglar. Bariga qanoat qilinglar. Tavratda Xudo mundaq degan: Sendin aslo ayrılmayman, seni aslo tashlamayman. Şuna Zaburda yezilgandek yüreklik etalayımız-ki, qo'rqmayman. Rabbim yordamchimdir. Kishilar meni nima qila olsin? Xudoning so'zini sizlarga yetkazgan yetakchilarni esinglarda tutinglar. Ularning hayotining ne kadar yaxshi mevlarni berganligini eslab, ularning e'tiqodidan ulgi elinglar. İsa Mesih tünügün, bugün ve mangu o'zgamaydi. Shuning uchun har xil g'ayri ta'limlarning ozdurushiga berilib, tuyuq yo'lga kirib qolmanglar. O'zinglarni yemakliklar to'g'risidagi qoidalarga rioya qilish bilan emas, Xudoning mehr shafqati bilan mustahkamlanglar. Chunki bunda qoidalarga rioya qilishning hech qanday qimmati yo'qdir. Bizlarning shundoq bir qurbonlik supimiz borki, biz uningdagi gunohlarning badli uchun atalgan qurbonlikdan bahramon bo'la olamiz. Ayni chaqda ibodat chetirda xizmatda bo'lgan ruhoniylar bo'lsa, gunohlarning badli uchun atalgan qurbonliklardan bahramon bo'la olmaydi. Bu gunohlarni kechirim qilishning kapolati sifatida o'ltirilgan hayvonlarning qini bosh ruhoniy tarafidan eng muqaddas joyga elib kiriladi. Teni bo'lsa qarorgohning sirtida ko'ydiriladi. Shunga İsa Mesihmu o'z qini bilan xalqni pok qilib, Xudoga atash uchun shahar darvozasining sirtida azob chekib o'ldi. Shundoq ekan, bizmu qarorgohning sirtiga chiqib, uning yeniga berib, u haqoratlarga uchirganida bardoshlik berganidek, bizmu haqoratlarga bardoshlik berayli. Yer yuzida mangu mavjud bo'ladigan shahrimiz yo'q. Biz kelgusidagi shaharga intilmoqdamiz. Shu vajdan hamisha İsa Mesih orqali Xudoga madhiylarimizni qurbonlik sifatida atayli. Ya'ni o'z og'zimiz bilan uning nomini e'tirof qilayli. Yaxshilik qilishni va boshqalarni o'zimizda bor bo'lgandan tang bahramon qilishni unutmayli. Chunki Xudo bundaq qurbonliklardan xursand bo'ladi. Yetakchilaringlarga bo'ysuninglar. Ularning so'zini anglanglar. Chunki ular o'z xizmatidan Xudoga hisob bergachga hamisha sizlarga ogoh bo'lib turadi. Ularning xizmatining g'am andisha bilan emas, xushal-xuromlik bilan ilib berilishi uchun ularning gapiga kiringlar. Biz uchun duo qilib turinglar. Vijdonimizning pok ekanligiga ishonamiz. Har jihatda to'g'ri yo'lda mengishni umid qilamiz. Yeninglarga pat orda qaytib berishim uchun duo qilishinglarni alohida o'tinaman. Amonlik berguchi, ya'ni mangulik ahdining qini orqali qo'y podisining katta qo'ychisi bo'lgan Rabbimiz Aysoni o'limdan tirildigan Xudo sizlar ehtiyoj bo'lgan barliq yaxshi narsalar bilan ta'minlab, o'z irodasining ijrochilari qilg'ay. Abadil abad shon sharafga loyiq bo'lgan İsa Mesih orqali
sizlarni o'zini xursand qiladigan ishlarni qilishga yetakligay. Amin. Qarindoshlarim, sizlardan o'tinamanki, bu qisqagina xatdagi nasihatlarimni rozimanlik bilan qabul qilgaysizlar. Qarindishimiz Timotiyning zindonning qo'yib berilganligidan xabardor bo'lgaysizlar. Yaqinda yenimga kelib qolsa, uning bilan billa seni yo'qlab boraman. Barliq yetakchilar va boshqa itqatchilarga salom etqaysizlar. İtaliyadan kelgan qarindoshlar sizlarga salom yo'lladi. Xudoning mehr shafqati hammanglarga yor bo'lg'ay.